bilan safarimizni bugun 3-kuni ham tugadi do'stlar. Bugun biz Uchqo'rg'onda Nurpolvon akamizni chaqirtirdi. Shu yerda qolsang bo'ladi, oting bilan dedi. Kattakon rahmat. Nedik senga shans beraman. Qanaqa shans? Oting menga yoqib qoldi ekan. Bo'y bastlari yo'q, chiroyliklari yo'q. Men o'ylagandan ham darajada katta ekan. Mana o'zimdan. Yo'q, ovqatim yo'q. Shuning uchun senga shans beraman. Otxonamdan mana shu otingga ikkita ot tanlab olasan, xohlaganingdan. Ot? Ha, ikkita otim. Mana bitta Nedigjonga. Bitta otdan Nedigjonga ikkitasiga alishtiramiz. Otlarni ko'raylik-chi. Tanlab olasan, xudo nasib bo'ladi. Mana. Lekin men baland ekan bu yomon. Bunisi 1.75. Hozir bittaga Nedigjonga ikkita ot beraman deyapti. Xohlaganing tanlab olasan. Masalan, 6 ta ot bo'lsa, xohlaganing tanlab olasan. Nima qilamiz Salom aka? Yaxshi ekan. Ha? Shu bitta oting yoqib qoldi. Nedigjonga menga yoqib qoldi. Xohlagan otingni tanlab olasan. Oqda qarang, ko'chada yursam hamma gellikka qaramayapti. Bizga qarayapti, rostdan. To'g'rimi? Gellikka qaramayapti hamma. Ovqat menga shahzoda bo'lib kelding, mana uka xonadoningizga Lekin ikkita ot nima deysan? Senga shans mana uka, xudo xolisa. Keling aka, bir ko'raylik, hozir ko'chaga chiqib, bitta zo'rini siz ham men Nedigjanni bitta bosaylik-da. Bo'ldi. Bitta bosib ko'raylik. Bo'laveradi aka. Musobaqa o'ynaymiz a? Ha, musobaqa o'ynaymiz. Nima deysiz? Agar meni otim qolib ketadigan bo'lsa, to'rtta qilib berasizmi? 3 ta qilib beraman aka. Yo'q, 3 ta tanlab olasan. Agar meni otlarim qolib ketadigan bo'lsa 3 ta. Ketdi, davay. Bo'ldi. Do'stlar, kuzatib turinglar.